Hoji emdi mamalarimni. Yalan. Ay. Hoji nimaga yalaydi? Voy, yo'taldan zerikib ketdim-ku. Tuberkuloz bo'lib qolganman. Onasini yemsan. Qo'taq so'rasimi deydi. Ota bobomizdan qolgan merosu davom ettiryapman men. Lekin senga o'xshaganlarni so'rmayman. Endi arziydigan mana chiroyli krasavchik bir energiya olsang ekan, endi qo'tag'iga qarab ham sen endi na puling bor, na energiya olasan. Qo'taqqa mehr berish kerak-da. Naqa demang endi. Bobotay aka, bilmasam deng, yomon zaybal oldim yo'talda. Ishonmaysiz. Zaybal bo'lib ketdim yo'talishda. Yo'talishda haqqasida men labing eshidan, ammam ham eshidan ammiga o'xshaydi, ammam. Mana bezgaltirmam yo'q o'lchashib mana. Yotibman. Qo'taq so'ring deydi. Bahar qo'taqni so'rdiradiganlar meni efirimda ekan. Qaranglar, sizlar qo'taq so'rdiradigan bolalar, sizlarga savol. Qo'taq so'rdiradigan bolalar. Savolda sizlarga. Mana qo'taqlarni so'rdirganlardan keyin o'sha ayol bilan yuzma-yuz o'pishasizlarmi? O'pishasizlarmi yo'qmi? Mami yetdiq, nimaga olmaysan? O'zim yana bitta aka menga uylanaman deyaptilar, oyga olib ketaman deyaptilar. Aldayapti. Yo, aytayaptilarki, men seni oyga olib boraman deylar. Hamma narsani qilib beraman. Ana bitta ikkitasi yozyapti. Qo'taq so'rasimi deyapti. O'sha qo'taq so'raydigan bolalarga savol-da. O'sha qo'taqlaringni so'rdirib turib keyin o'sha olgan qo'taq og'izdek bilan nima o'pishammikin bular? Ko'rdingizmi? Yaxshi xizmatmizda biz. O'lay, o'ldirdik. Oldin o'pishib olganimizdan keyin so'rdirasizlarmi? Yo, qo'taqni so'rdirib o'pishasizlarmi? Unay dema, jinnimizdan yetib olay endi. Ko'rsatmaganman-mi? Mana manman. Bezgaltirim yo'q, emsin. Yo'q, sizni ko'rsatayotganim yo'q. Mana yo'q, mana ayta oliy ma'lumotga birga 2x to'raylik. Avval o'pishib, keyin so'rdirishar ekan. Farqi yo'q ekan. Mana Maqsud akaga farqi yo'q ekan. Bunday qilaylik. Oldin o'pishaylik. Guli. Ha, yo, aytdim-ku, Guli. 2x. Ha. Hamma narsani ko'tingga tiqding, endi oyga olib boraman deydilar. Oyda qo'taq bormi? Gostinsaga borsin, jinni. Oyda qo'taq bormi? Hamma yoq ko'tingga tiqding, o'la. Aka, sen 5 ga bir urasizmi? Jinnimisiz? Gostinsaga boring. Bergan va'dangizga rolini ko'rsatyapsan, blokka ketasan. Nomeringizni bering. Doston aka, men 2-level odamga nomerimni bera olmayman. Na u odamni qo'tag'iga mehr bera olaman, na o'ziga. Men 2-levelga men nomerimni bera olmayman aka. 3 ta gul. 3 ta gul. 3 ta gul beringlar, balkon. Bobotoy aka, rahmat. 2 ta gul. Mengachi, sizga ham ditcha bor. 2 ta gul beringlar. Qurbon aka, rahmat. Yana 2 ta gul beringlar. Kimsan aka? Begomas bu. Qo'rlash xizmati. Rahmat. 60-level Sherzod aka, onangiz amida ham bo'lmaydi. 50-level bor. U eng kattasi. Onangiz amida ham bo'lmaydi 60-level.
Ana odam aldab mashani oyga olib chiqaman deyapti ekan. Aka. U akani qorni bor ekan, sikishib turganda xalaqit beradi, berma unga. Arroma. Qisib o'tir. 2x ta. Nima u level? Doston aka u pul degani. Abu Bakr aka qaytib bering. 2x. Qara Guli. Guli eshityapsanmi? Yana nima deb qo'yarlar? 803 rubl bo'ldi, yorkira. Men senga 3 rubl kechaman, hayitli qilib deydi. Past odam ekan, tfu degan. 2x. Kayetda aka 2x so'raylik. Haka abi bitta potsuluy beringlar. O'pinglar. Xotini yo'q ekan, nima ekan, deydi, tul deydimi, tul ekanlar. Yaxshi yerda birov qo'yib yormaydi, uni problemasi bor, qiziq. Qiziq. Yaxshi yerda birov qo'yib yormaydi, uni problemasi bor. Yo yotganda qo'tag'i turmaydi. Yo yechimga tashlatib yuboradi. Baxshipasmisiz siz baxshi? Yo'q, prosta yaxshi yerda. Og'zingga sik aka, Sherzod aka, jucha og'zimga sikmay turing, ayta-mayta gaplashyapmiz aka, keyin sikishamiz. Mayta gaplashamiz. Shoshilib og'zimga ilashmang. Men endi qara, nimani yoqib oldim, ibo hayon yoqib oldim, jinni gapirmasdan ketayotdim. O'zim aqlli qis qilib. Ibo hayoni jinnimisan, Ibo, sen paranji o'rasan, ro'mollarni o'rab, eslik yoqangda o'shanda ibo hayoni yoqib olgan bo'lasan. Hozir jinnimisan, ishonmaydi bizga. Shuncha aytdilar, shuncha gapirdilar. Men aytdim, "Yo'q, aka, menga unaqa gaplaringiz gapirma, men tarbiyamga ta'sir qilasiz" deb turuvdim. Men qara jag'imni ochdim. Ana akangga ayt, menga donatorlik qilsin, men borib berib kelaman. Menda borib berib kelish xizmatlari bor. Ana. Sizni topaman TikTokda, hijaz bo'lmang. Ha, Gulixon deb chiqsa, yozsangiz chiqadi. Aka, men sizga, men qiziqman. Siz yaxshi odam bo'lganingizda mashinadan qolmasiz, meni topmen. Mashinasidan tushib bor. Mashinasidan tush tezda. Yetib olaymi? Bugun Pul ber. Seni aldayapti. Aka qaytli ekan. Men uyiga borib oilasidan sharoitini bilib kelib, xotinidan so'rab kelaman. Yerdan ko'rinmaydi-yu. Aka, oxirgi marta qachon dikidigi o'ynagansiz? Menga ham ancha bo'lgan. Ancha bo'lgan, ancha. Saqlab ketgan. Ana Hoji akam sovunda o'tasini teshyapti yengillik uchun. Voy Guli, o'ldirasan-da. Aka ketyapsan? Aytmaymiz. Ana Yulduz opa mashinasini baland qilib o'chirib qo'yib turing. Gapga qo'shtirmayapsiz, Shopra aka. Muzikani o'chirib turing deyaptilar. Mana. Ha, endi gapir. Aka nechinchi yilsiz? 89. 89. Men yoshlarga tiktirsam kayf qilaman. 89 ham qarigan. Men ham bormas edim, chaqirsangiz ham. Ochib bersam bor, yetkizganga shukr, oldin selfie tushasiz. Qarab turib o'tib ketardim. Horatni buzirdingiz. Aytgin. Aka qorningiz katta ekan, men qorni kattalarga qiziqmayman. Qorningiz vashshi katta ekan-ku. Hozir ko'rib qoldim. Katta bo'ladi-da. Qarang, ash qorni kattalar cho'chaq kichkina bo'ladi deyshar, shu rostmi? Bir qarab ko'rmagan ekanman. Aka bitta ochib yuboringchi, mashamdek ko'rib aytib boradi. Esa jinmisan, tavba qildim Guli. Yo'q, ko'rsatib o'zingga borasan, ko'rsatarkanlar. Sen o'zingga ko'rsatarkanlar. Men birovga ko'rsatmayman-da.
Mana Hech kim Shahzod ko'rmagan. degan menga kiradi, negativ yozadi. Yo she'r tashlab bersangiz ko'rsataman demadingiz. Miraxon meni qizimni hech nimasini bermay. Meni qizimni oladi, meni er olmaydi. Meni bolalarimni gapirish senga emas, Ivanashka. Sizni o'zingiz gapiryapti o'sha. Sizda qiz qoldimi? Men Shahzod deganini cho'rniy qilib o'zi menga bitta guluradi. Menga kirib nasihat qiladi, bor nindaraqda o'yna, da'vat qilgan odamlaringga. O'sha yerda bor. Meni efirimda senga nima bor? Nimaga tashlasangiz bo'ldi? Astronomiyami meni o'tib Yo'q. Nimaga Rinik tarafga yuring? Sen qayerga ketyapsan? Besplatniku metron oldiga to'xtaysiz. Yo'q, metron oldida to'xtaman. Bu ham metro. Просто menda vaqt burilib Bu yoqqa kirmang deyapman, to'g'ri yuravering. yuryapman. Sizni boya Rinik boyaga qaytib yaqin edi. Bozorga ketyapsanmi? Bu yoqqa kirasiz-ku. Men shuni boya kiryapsam, Ha, shaqqa kiring. bo'ldi endi kech qoldim. Nimaga? Burilolmayman-da, to'g'ri turib qoldim svetoforga. Ataylab qildingiz siz. O'nga kirasiz choyxonaga, ikkinchi etажga. O'ndan tushiraman. U yoqqa kirmayman-da men. Ikkinchi etаж choyxona. Men u yoqqa kirmayman, men mana yoqdan yurib, bu yoqda o'rtoqlarimni kutib olishim kerak. Bek rahmat. Siz oyi gapiraman dedim, ichmasmi endi. Men ham uylar, dorilarim bor. Ikko'l olyapman degan. Ikko'lim shunaqa chaqar ekan. Ana doktorlar bo'lsa-da, antibiotikka qanaqadir dori qo'shib yuborsa, ortmay oladi-yu, nima u? Diklafinak qo'shasan, diklafinak. Yo'q, diklafinak bas. Og'riq qoldiradigan antibiotikni ichiga qo'shadi. Lidakain. Ha, lidakain. Lidakain olib chiqaymikan, Ha, lidakain olib chiqamiz. Navakain qo'shyapmiz, lidakain qo'shishimiz kerak ekan. Spermami? Sperma chiqyap turganda qayerga tomizib olaman, paketga oqizib olamanmi? Yo'q, doim. Guli, men yetib keldim, mana shundan keyin o'chiraman, mayli? Aldayapti. Ha, bo'ldi. Xo'p, yaxshi yetib ol. Bozorgami? Ha, bozorga. Hayitlikni, birortasi hayitlik berdimi senga? Chaygan kelyapsanmi? Hech kim hayitlik bergani yo'q, o'rtoqlarim bilan qurtib yegan kelyapman. Xo'p, yaxshi o'yna. Qo'toq bilan olsang og'rimaydi. Shunaqa og'rimaydi. Otabek degani opa onam ham jalab o'tda qilib olmaysin deyu, nonimni yarimta qilma. Ko'rpani olaydi. Mammamda bezgaltirim ham yo'q. Sulton, Guli bitta qiz, bitta o'g'lingiz bormi? Yo'q. Ikkita qiz, bitta o'g'lim bor. Ikkita qiz, bitta o'g'lim bor. U qiz kimdir qizi jalab g'ar bo'lib ketish uchun onasi mayta TikTokda o'tirishi, otasi bir narsa bo'lishi shart emas. TikTokka kirmaydigan, mahalla kuyda hurmati bor insonlarni ham qizlari jalab bo'lib ketyapti. Hop, o negativ yozyapti turganlar. Hop, men TikTokda o'tirishim meni bolalarimga ta'sir qilmaydi, meni qizlarimga ham ta'sir qilmaydi, meni o'g'limga ham ta'sir qilmaydi kerak bo'lsa. Hopmi? Mana to'g'rimi? Rangsiz yillarim shu Ramazon chiqdi-ku, Iban. Men bilgan TikTokka kirmaydiganlarni qizlari ham yuribdi kayf qilib. Giji bo'lib. Uning uchun odam tarbiyada xo'pmi? Men ko'rishdingmi? Meni bolalar qizlarim biron marta efirlarga olib chiqib video qo'yganimni yo chiqarganimni. Meni bolalarimni tarbiyasini o'zim berib qo'yganman. Ilho bo'lishma. Qizlaring sing. Menga o'xshamaydi xudo xolasa. Ko'zim bilan ko'rganman.
u tiktoker bo'lishi shart emas, mana yerda onasini og'zi har xil bo'lishi shart emas. 5 mahal namoz o'qiydigan, Alloh xudo deydiganda yaqinda bittasini qizini ko'rdim. Ko'ryapman ham shunaqalarni. TikTok tugul internetga kirmaydi. Alloh o'ziga insof bermasa qiz bolani, ikki tosh orasida buziladigan qiz buziladi. O'g'il bolaga ham nafsiga insof bermasa, o'g'il bola ham buziladi. Xo'pmi? Bu onasi, otasini gapiga, nimasiga qaramaydi. Shunaqa Alisher aka, qizingni, meni qizimga kelyap turgan sochini ko'rsang, u Amini junidan ko'p. Aminda jun nechta chiqadi? O'sha jundan ko'p meni qizimni so'rab kelyap turgan. Xo'pmi? Menga bering deb. Ha, rangsiz yillarim shunaqa mayga kirib olib yozyapti. Qizlaringizni erga berasiz, uyatmaysizmi? Kim oladi deydi. Men olaman, mana shu yerda meni kuzatib turgan, meni efirimga kiryap turgan hammani aytaman. Xudo xolasa, nasibini qo'ysa, tirik tursam, bu yil yo'lmasam bu yildan keyin beraman. Aytaman. Kelishasan, mana Guli qiz boqqan ekan deysan. Shunday ham, ana ko'chaga chiqsam, meni bolalarimni birov, qayta tarbiya qilgansiz bu bolalarni deyshadi. Allohga shukr, bolalarim orqasidan Shirina aytganingizki, sizlarga ham bolalarimni orqasidan hech yomon gap eshitmaganman. Xudo ham ko'rib, qudandachilikni yorib qo'yaman men, nima deyapsan? Qudandachilikni yorib yirib qo'yaman men, boru. Odamgarchilikni bilasanmi? Men tirik odam zotni yaqin bo'lsam qanaqa hurmat qilishimni bilasanmi? Atak xuyet qilsa og'ziga sikaman. Tirik odam bo'lsa hurmatimni qilsa qilaman. Voy jelabdi bolasi. Gapga usta bu jelab deydi. Jelab. Xudoga ham soldirib yuraverasi yo'q. Sen dadingga ammamni yalataman, hojiga ammamni yalataman. Ering qo'ymi seni TikTokka chiqarib qo'ygan, onangni sikay dedi. Yo'q. Jalabdi bolasi, Futbol TV seni onang nomiga tiqaman, hozir to'xtab tur, seni haqorat qilib. Onasi jalab, meni ko'tarib bering. Va seni onang nima TikTokdan pul topging kelib qolsa. Meni erim yo'q takchdi. Menga xo'jayin odamni o'zi yo'q. Ha, Koreya City aka, Glosga chiqaman bir oydan keyin. Glosga ishga chiqaman bir oy sabr qilsam. Glosga ishga chiqaman, uzumlarga ishga chiqaman, xudo xolasa. Rahmat, Glosga ishga chiqmasam bo'ladimi? Men o'zim adikar bo'lsam. Muhammadni qaranglar, ismni qaranglar, men yozyap turganini qaranglar. Zotan. Normal, patixonka, yaxshimisiz? Hayitli bermaysan menga? Beraman. Ber hayitli. Tuzimiz-a? Zo'r. Balki hammani ayyomi muborak bo'lsin. Hayit, namoz chiqqanlarni, chiqmaganlarni, ro'za tutmaganlarni. Qoqqan kuchli uringlar. Har doim bizning yonimizda turinglar. Birgalashib oldiga. Voy jonim. Rahmat. Nima gap buni? Meni mazam yo'q, 2 kundan beri. Nima bo'ldi? Bilaman, ancha oldin yo'taluvdi. Keyin kechadan oldingi kun manetim ishib ketsadigi manet. Bez bor yo'qdan. Bezim o bez bor ekan.
Sho nima gap deyapsan sho? Bez bor ekan. Anaqami? U glavni bez o'tganda o'zi qon tomir. Ha, o'sha shamollatganman ekan. Ani zikka ham nima Jimmy qamatib olibdi-ku, Jimmy haromi. Eshitdingmi? Ani Endi Shoh patron yozgan ekan, Shoh patronni bilmasdan qo'l qo'yib olibdi Jimmy. mana Jimmy aka nima qildingiz? Zik tog'am yaxshi odam-da. Gaplari ham o'ziga yarashadi. Odamgarchiligi ham yaxshi edi endi uni. Nimaga unaqa qilishadi? Oilasi bor Jimmy aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Jimmy, Ha, qanday olyapsiz? sizlar bilan tinchmi? Subhanalloh. TikTokda o'rni bilinyapti. Yo'q, Kuniga bir mahal, ikki mahal bo'lsa ham ulanib turardi. To'g'ri. Bu ham ahmoqda, mana ham ahmoqlik qilib dovdir Jimmy ham qog'ozni bilmayman qatdan ko'tarib keldi, yonimga qo'l qo'ydi turibdi. Jimmy aka qachon chiqadi Zik tog'am? 7-da. Uni Shoh patron qamatdimi, rostdan? Shunday deydi, bilmayman. O'z halla bu birovni uyiga bir non tuzni boshqasi gapirasanlar, mana unday odat yo'q, xarakter bilan. Gapirishda emas, bekor qo'l qo'yib yuboringda. Qo'l qo'yishgan emas. Jimmy o'shanga kallanguri dovdir. Qo'l qo'yganing uchun mana ketdi bechara. Ha, fayz yo'q, jimjitlik, fayz yo'q. Bir marta, ikki marta ulansam salomatligi yaxshi inson. Eng qizig'ini aytaman-da, Jimmy aka, yoshi katta, oilasi bor, ijarada yashaydi, ancha kreditlari bor. Odamlarga nima? Men Gulapa uydan kimni uyiga bir non tuzi yesam, non tuzini yesam, o'shani hurmatini joyiga qo'yaman men. Hurmatini joyiga qo'yaman. Bular borib non tuzini yeb orqasiga so'kib, video qilib so'kib bular. Nima kerak sizlarga bular? O'shanga hayronman-da mazgi. Da bular video qo'yib so'kib. Bular non tuzini yerding uyida borib bular. O'shata non tuz ko'r qiladi. Bir kun tuz yegan joyga 40 kun salom ber degan. Shuning uchun Gulapa bitta yaxshi akalik, ukalik maslahatim to'y qilsangiz, bu uningga chiqib bironta TikToker chaqirmang. Yo, sizni chaqiraman. Yo, meni sizga maslahatim TikToker zotini chaqirmang. Bu o'ylarni video ko'rib dardi sharmanda qilish bo'lardi. Va ko'rdimmi bo'ladi ko'pini. Jimmy. Allaga aytdi o'sha kuni bilan to'y. O'ma deyapti, ayollar tomonga o'tma videoni ko'tarib deyapti. Bunyodagi aytib o'tirdi bular. Jimmy. Dovdir gapini qaradi, eshityapsanmi? Jimmy? Kimni? Shoh. Nima dedi degan? Ha. To'y kuni. Ha. Donatorlar bor bo'lsin. TikTokdagi videolar zor bo'lsin. Zik soqqani qil dedi. Ya to'yda muzikami to'yda qattiq. Ha, o'shada aytolmanda ba'zi. Unga asbob bor bunga bunaqa ishlarga. Dunyodagi sizlarga yomon gapirmay, stolga hurmat joy qo'y. Bular nima qildi? Tappa telefonni oldi, video ko'tarib yurdi ayollar. Ayollarni oma deyapti. Bizda unaqa yo'q. Biz ayollar omaga borib, biz o'ylar tomon omaga ayollar bu TikTok deyapti. Ha, o'tir kayfingni qilgan. Bu ham ketdi telefonni ko'tarib, mana patron ham ketdi, bular telefonni ko'tarib yuribdi, telefonni ko'tarib yuribdi odam. Yaxshi ish emas-da bu. Keling, o'tirdim kayf. Stoldan qo'zg'almadim men dashi bular. Ha. Endi o'sha Shoh patron shu ishni qilgan bo'lsa, uni ham boshiga kimdir soladi. Shoshilmasin. Ha, u yozmagandir. Ham kelar. Ya, lekin Jimmyni temasi, Jimmy o'zi ham bilib turibsan-ku, Shoh patron temasi bo'yicha emas. Shu tema bo'yicha, ana shunday aytgan bo'yicha. Qanaqa un temasi bo'yicha emas. Balki. Aytib bo'lmas ekanmi? Ya, boshqa. Atang so'rani qanaqa qilib shunday aytdi-ku bular, shu tema bo'yicha. Ha, o'tda ana ko'tlaringni yorib yuboraman.
Basharani bu o'zi boraman dedi-ku, iste'mol qildi. Jimmy? Kim? Shoh. Shohni aytgan odamga chora yo'q ekanu, yonida turgan odamga chora bor ekanmi? Jinoyat haqida spravka, jinoyat haqida spravka qopdi-ku. Aytgan odamga chora yo'q ekanu, yonida turgan odamga unaqa ham to'g'ri emas-da, Jimmy aka. Yo, shunday deb eshitdim men, shunday deb eshitdim. 7-da chiqdim, qabulamiz.